Bolangiz chaqirganda ismiga qaramayaptimi? Ko'z orqali muloqot qilmayaptimi? Yoki tengdoshlaridan aqliy rivojlanishdan orqadami? Undan tashqari beixtiyor xatti-harakatlari bormi? Misol uchun shovqinda qulog'ini yopadimi? Yoki qo'llarini beixtiyor harakat qilgizish yoki mashina ballonini g'ildiratib o'tirish kabi holatlar kuzatilyaptimi? Juda ko'pchilik bemorlarimizda ota-onalari yoki bu bobolarida noto'g'ri tushuncha bor. Bu o'zi o'tib ketadi yoki bo'lmasam dadasini tili o'zi kech chiqqan yoki oyisi kech gapirgan deb bu jarayonni yana ham og'irlashtirib berishadi. Bu jiddiy kasallik bo'lishi mumkin. Nevrologiyada o'zi o'tib ketadi degan tushuncha yo'q. Keyingi 5 daqiqa ichida men bu kasallikni, ya'ni aqliy va nutqiy rivojlanishning kechikishi, rast autizm holatlarining kelib chiqish sabablari va to'g'ri davolash usullari haqida batafsil tushuntirib o'taman. O'zimni qisqacha tanishtirib o'tsam, men vrach-nevrolog Sarvar Salmanjonovich 5 yildan buyon Shahzod Medical klinikasida faoliyat yuritib kelmoqdaman. Klinikamiz neyroreabilitatsiyaga mo'ljallangan klinika hisoblanib, nevrologik muammosi bor bemorlarni hayot sifatini yaxshilashga xizmat qilib kelmoqdaman. Qabulimizga kelayotgan bemorlarni xatolari haqida qisqacha gapirib o'taman. Demak, bolani nutqiy faoliyati kechikish yoki aqliy faoliyatida kechikish kuzatilayotgan bo'lsa, dastlabki xatolari o'z-o'zidan o'tib ketadi deb o'ylashadi. Yoki bo'lmasam bolaga hali fikrlashi, ongi to'liq shakllanmagan bolaga telefon, televizor yoki shunga o'xshash narsalarni ko'rsatib, bolani holatini yomonlashtirishmoqda. Xatolarining yana bir ko'rinishi nevropatolog mutaxassisga bormasdan turib, turli xildagi tabiblar yoki aptekachi aytgan dorilar yoki qandaydir bir tanish aytgan dorilarni ichishi natijasida bolani holatini yomonlashtirib kelishmoqda. Keling, men sizga aqliy va nutqiy rivojlanishda muammosi bor bolalarni to'g'ri reabilitatsiya usullari haqida tushuntirib o'taman. Biz ushbu klinikamizda nutqiy muammosi bor, aqliy muammosi bor bemorlarni nevrologik reabilitatsiya, ya'ni turli xildagi fizioterapiyalar, mashg'ulotlar, logoped mashg'ulotlari orqali bolalarni nutqiy faoliyatini, aqliy faoliyatini o'stirib kelishga yordam bermoqdaman. Yana bir narsani tushuntirib o'tishim kerak sizlarga. Hech qaysi dori aql bermaydi. Hech qaysi dori nutq bermaydi. Bu narsalar muntazam ravishda qilingan mashg'ulotlar natijasida effektimiz yuzaga keladi. Chunki bu dunyoda aql beradigan, nutq beradigan dorini o'zi mavjud emas. Aqliy nutqiy masalalar faqat mashg'ulotlar orqali yuzaga chiqadi va undan tashqari biz yozib beradigan qo'shimcha dorilar, qo'shimcha mashg'ulotlar bu natijani tezlashtirib berishga xizmat qiladi. Keling, men sizlarga aqliy va nutqiy muammosi bor bolalarni to'g'ri davolash ketma-ketligini sxema tarzida tushuntirib beraman. Birinchi o'rinda nevropatolog tomonidan qo'yilgan to'g'ri tashxis. Chunki to'g'ri qo'yilgan tashxis 50% davo demakdir. Ikkinchi o'rinda logoped defektolog mashg'ulotlari. Demak, biz bolalarga bu mashg'ulotlarni buyuramiz. Birinchi o'rinda logopedik mashg'ulotlar buyuramiz. Ya'ni bu mashg'ulotlar davomida bolani ongini, nutqini o'stirishga harakat qiladigan mashqlar, o'yinlar tushuniladi. Undan tashqari logomassajlar buyuramiz. Ya'ni bolani ba'zi bir bolalarda tilida tonus bo'ladi yoki bo'lmasam tilida qandaydir harakat chegaralanish holatlari bo'ladi. Bunday bolalarga logomassaj buyuramiz. Undan tashqari psixik muammo qo'shilgan holatlarda bemorlarga ABA terapiya, ya'ni ABA terapiya buyuramiz. ABA terapiyani asl maqsadi bolani muhitga moslashtirishga qaratilgan terapiya hisoblanadi. Uchinchisi fizioterapevtik muolajalar. Biz bu muolajalarda apparatlar yordamida amalga oshiramiz. Bu apparatni bemorning holatidan, diagnozidan kelib chiqqan holatda qo'yiladi. Demak, birinchisi TMS apparatimiz. TMS apparatimiz transkranial magnetniy stimulyatsiya deydi. Ya'ni bolani bosh miyasi orqali magnit to'lqinlar orqali nervlarni stimulyatsiya qilish, ya'ni qo'zg'atishga qaratilgan terapiya hisoblanadi. Ikkinchi apparatimiz TKMP. Transkranial mikropolyarizatsiya apparati hisoblanadi. Demak, bu apparatimiz polyarnis, ya'ni qutb hosil qilish natijasida bolalarda immuniy, aqliy, nutqiy faoliyat yaxshi bo'lish uchun yordam beradigan apparatlardan biri hisoblanadi. Demak, undan keyingi apparatimiz TVNS,
transkutaneal vagusni nervni stimulyatsiya deyiladi. Ya'ni o'sha vagus nervini qo'zg'atish orqali bolalarda tinchlik chaqirish, uyqu chaqirish va agressiyani kamaytirishga qaratilgan terapiya hisoblanadi va undan tashqari sudurgilarni kamaytirishda ham yaxshi effekt beradi bu apparatimiz. Bu apparatimiz asosan autizm spektrining buzilishi muammolarida ko'proq foyda beradi. Undan tashqari SDVGlarda, ya'ni diqqat yetishmovchiligi bilan kechuvchi kasalliklarimizda yaxshi effekt berib kelmoqda. Undan tashqari AFK, LFK sensorni integratsiya degan mashg'ulotlarimiz bor. Demak, AFK qachon buyuramiz? Qachonki bolada diqqat yetishmovchilik holati kuzatilsa, shu bilan birgalikdagi aqliy nutqiy muammo kuzatilayotgan bo'lsa, AFK buyuramiz. AFK degani adaptirованная fizkultura. Ya'ni bolani bu ham muhitga moslashuvni o'rgatadi. Ya'ni bolani aqli bilan harakatini bir vaqtda shug'ullantirish orqali biz miyasiga bolani signal berishda davom etamiz. Demak, undan keyingi mashg'ulotlarimiz LFK mashg'ulotlari. LFK mashg'uloti orqali LFK lechebniy fizkultura, ya'ni bolani sog'lomlashtiruvchi mashqlar orqali bolamizning faoliyatini, jismoniy va aqliy faoliyatini tiklashga yordam beradi. Undan keyingi mashg'ulotimiz sensorniy integratsiya. Sensorniy integratsiya degani o'sha bolani sezgisini qo'zg'atish orqali miya faoliyatini uyg'otishga qaratilgan terapiya hisoblanadi. Biz ushbu klinikamizda shu muolajalarni kompleks tarzda qo'llash orqali yaxshi natijalarga erishib kelmoqdamiz. Har bitta bemorimiz har bitta mashg'ulot uchun yarim soat, 20 minut, 40 minut, 1 soatgacha vaqt ajratiladi va o'nlab shunaqa muolajalarni olishadi. Ko'p ota-onalarimizda savol tug'iladi. Ya'ni shuncha muolaja olyapti, qimmat bo'lib ketmaydimi deb o'ylashadi. Yo'q, aslo unaqa qimmat bo'lmaydi. Ya'ni bizda qatnab davolanishimiz o'rtacha 1 million, 3 million atrofida bo'ladigan bo'lsa, yotib davolanuvchi bemorlarimiz uchun 6-7 million atrofida bo'ladi bu summa. Keyin yana bir e'tibor berib qaratiladigan tomoni, bizda muolajalar 5 kun, 7 kun emas, 10 kun davomida mana shu to'lov amal qiladi. Juda ko'p ota-onalarimizda noto'g'ri fikr bor, ya'ni o'sha klinikada davolanib ketdi, bo'ldi deb o'ylashadi. Bu mutlaqo noto'g'ri. Ya'ni bu bemorimiz klinikada davolangandan keyin ham uyda ham muntazam ravishda shug'ullanib borish kerak bo'ladi. Shunda yaxshi natijaga erishsa bo'ladi. Biz bu narsani hisobga olgan holatda bemorlarimiz, ya'ni qatnab va yotib davolanuvchi bemorlarimizga bemalol videoga olishga, ya'ni muolaja jarayonlarini videoga olishga, o'rgatishga biz bemalol yo'l qo'yamiz bu narsalarga. Bemalol ota-onalari kelib, o'rganib yoki videolarga olib, bolasi bilan uyga ketgan taqdirda ham muntazam ravishda shug'ullanish imkoniyati bo'ladi. Shu orqali biz yaxshi natijalarga erishib kelmoqdamiz. Nima sababdan biz ertaroq olib kelishni talab qilamiz ota-onalardan? Ya'ni siz qancha erta olib kelsangiz bolangizni, natijamiz shuncha tezroq va yaxshi bo'ladi. Shu uchun iloji boricha bu narsalarni kechiktirmasdan vaqtliroq mutaxassisga murojaat qilishingizni so'raymiz. Agarda siz va yaqinlaringizda aqliy va nutqiy rivojlanishdan kechikish holati kuzatilayotgan bo'lsa, ekranda raqam qoldiramiz, shu raqamlarga bog'laning yoki pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'tib, nomeringizni qoldiring, operatorlarimiz aloqaga chiqadi.